haqiqatan ham asalari shifokoni ekan. Surxondaryodan kelib muolaja olayotgan bemorimiz. Yaxshimisiz? Shukr, rahmat Xudoga shukr, alhamdulillah. Nechinchi kurs olishingiz? Bu 3-kurs. Men kelganimda og'ir ahvolda edim. Mana qalin telpaklar kiyib, mana bo'yinlarda sharflar kiyib, keyin mana hoji shuna Alloh rozi bo'lsin, meni davoladilar, keyin aytdilar, bo'ldi endi, siz yaxshi bo'ldingiz. Bu shapkani tashlang, sharfni ham tashlang. Bu sipat hammasini tashlang, bo'ldi endi sog'lom. Alhamdulillah, men sog'lom bo'ldim. Bemorimizda juda og'ir darajada shamollash kuzatilgan edi. Chunki yozda ham, qishda ham, saratonda, issiqda ham hattoki bosh kiyimsiz yo bir qalin kiyimsiz yura olmas edi. Qo'rqotardilar. Inshaalloh endi 4-kursga Xudo xohlasa men 100% sog'lom bo'laman. Haligacha ba'zi birlar ikkilanib turibdi-da. Asalari bilan davolansammikan, davolanmassammikan? U ikkilanish shart emas. Meni shamollashim shu daraja ko'p ediki, u tasavvurga ham sig'maydi u. Asallar sabab shifo topdim. Men kelganimda bunday emas edim. Kelganimda o'ta og'ir ahvolda edim. Bilaman. Kelgan paytdagi ahvolingiz bilan hozirni solishtirsak, ancha yer bilan osmonchalik farq. Hoji to'g'ri aytyapti. Men shifo topdim. Shuning uchun men 3-kursga keldim. Xudo xolasa 4-kursga ham kelaman inshaalloh. Yana hoji kel desa kelaveraman. Men buni foydasini ko'rdim. Dunyodagi eng bebaho shifo. Haqiqatan ham hoji asalari shifokoni deb bejiz aytmagan ekan. Haqiqatan ham asalari shifokoni ekan.